Bitta bechora, "Voy falonchilar, gaz qachon bo'ladi? Qiynalib ketdimi?" deb oyoq kiyimini ko'tarib nolasiga tiqib tashashdi, ichkariga olib kirib tashashdi. Endi mana bu dalbandi gapini eshitdinglar-da mana. Qaysi kut suvitni o'chirdi? Bu suvit bizni yangi yilkini ham o'chiradimi suvitni? Mazaq biz ham yashaylik onasini emsin. Bir yilda bir marta kelayotgan suvitni qaysi kut o'chirdi? Kim o'chirishi mumkin suvitni? Kim? Mutasaddi xodimlar yoki o'sha res tashkilot. Ya'ni o'shanda yuqoridagilardimi yoki tashkilotdagilardimi shu 3 ta harf bilan haqorat qilyapti. Ha buni ham olib kiringlar endi bir 15 sutkaga kirsin. Tiliga javob bersin. Qonun hamma uchun barobar ishlash kerak-ku. Mana bu itdan tarqagan potinka kremni kecha kuni svitni o'chirganlarni 3 ta harf bilan so'kkanda qamalsin desam, meni yomon ko'rdilar-ku. Mana endi eshitdinglar. Sizlarga nima deyapti? Ha, sizlarga. Turmuslar yangi yil bilan kelayotgan. Chumolar. Kelayotgan yangi yillarga bilan chumobachalar. Yangi yillarga bilan. Ko't. Mana shu potinka kremlarni, mana shu masxarabozlarni o'zlaring yaratdilar. Eshak semirsa egasini tepadi degan gap bejizga emas. Mana nima qilyapti? Ha? Xalqim deydi, Instagramni ko'tarilmaguncha qo'liga cho'ntagiga jicha pul kirib, qorni ishib qolgandan keyin, mashina olgandan keyin mana xalqini nima bilan ayblayapti. Endi 3 ta harf sizlar bo'ldilarmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu it qamalsinmi, ketsinmi bu potinka krem? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Men Koreyada edim, keldim 500 g'alaba uchun atalgan edim. Menga yozib yuboring, iloji bo'lsa atagan narsamni o'ziga yetishingiz kerak. Pashal naqo'y, puling ham kerak emas, o'zing ham triqal nariqa, triqal idin naqo'y, haq yo'q. Tushunding onasimsiz? Nima meni gadayda bo'lyapsanmi? Chumo biladi, ko't biladi, harf biladi. Pulingni ham o'zing ham qo'yganim bor naqo'y. Triqal naqo'y men narala qo'yna biladi. Qo'yt qilib qolading, mana pulim hozir pul ko'rsanglar o'zlaringcha bilan. Qo'yganim bor naqo'y. Pulingni ham o'zing ham. Sparingni kuchaytiryapman-da, men qilas qilib, biz ham qilas singanda. Samanda. Qilas singan bir taraf. Bir taraf sinmay qoldi. Nima uchun bunday? Uni o'zim sindiraman. Sindirganimdan keyin yaxshi bola bo'lasan, Taysonjon bo'lasan. Ey, masalan sport zalda masalan nima desam bo'ladi? Ko'p odamlar masalan hayron qoldi-da, ruslar hayratda qoldim-da, ruslar, dagestonliklar, Chechen, dagestonliklar hayron qoldi-da, men bitta narsamga hayron qoldim. Tan berdim. Tayson dedi, bizlar dedi, 2 yildan beri dedi, mana shu zalga kelib dedi, qulog'imiz dedi, sinmagan dedi-da. Sening dedi, haqiqatdan dedi, disiplina dedi, mana dedim, nima edi, jaydaricha dedi, kuching ko'p ekan dedi. Kuching ko'plikdan dedi, kuchli bosim qilaverardim-da. Men bilan bunday ushlashsa men davay dedim, davay dedim. Ya'ni chist tashlash derdim-da. Kuchli sparinglar o'tkazaveraydik-da. Sizning pulingiz yo'qmi? Kambag'almisiz? Oddiy insonmisiz? Dalbayib bo'lishingiz kerak, boshqa yo'li yo'q ko'tarilishning. Dalbayib bo'lsangiz ko'tarilishingiz oson bo'ladi. Oddiy kambag'al yigit bo'lsangiz. Sovqatdingizmi? Sovqatmayman. Mashina ichi bani yopib yotdi, issiq. Yaxshi. O'tgan yili yurardim. Hozir esa tasavvur qilib bo'lmaydi do'stlar, o'zimda ichimdagi hislarimni, ichimdagi narsalarimni to'g'ri tasavvur qilib bera olmayman sizlarga. Nimalardan o'tganimni.